$23.500 ga 2023-yil tayyor propan ballonlari bilan kraskalari toza bo'lgan Kia Sportage avtomobil sotuvda. Mashina olib haydashingiz uchun xohlasa tayyor holatda, kraskalari ham toza holatda, rangi ham neobishniy rangdan ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli, juda ham tonirovkalar bilan zo'r bo'lib turibdi. Bitta kapotini uchini metinga chiqarilgan joy bor. Ko'rsanglar bo'ladi. 4 ta yaxshi ballonlar taqib qo'yilgan, paroglar. Tonirovkalar keyingi yilgacha ruxsati bor. Eski joy do'st bilan salonlari zo'r holatda, qiriladigan joylar laminatsiyalar qilib qo'yilgan. 71.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Yaxshi chexolni taqib qo'yilgan, panoramalari bor. Sidena abagrev, avtoholda. Aholi olib haydashingiz uchun tayyor, narxi ham zo'r bo'lgan Kia Sportage aka. Tabletga propan ballonlari bilan rangi ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli rangda. Narxi ham zo'r, $23.500. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolisi baraka qolsanglar. Bo'la.